xotinini orzu-havaslariga mos to'y qilaman deb ikkita buyragidan ayrildi. Klinikamizga bir bemor murojaat qilib keldi. O'rta yoshdagi erkak kishi, shikoyatlari umumiy holsizlik, o'sha boshda og'riq, charchoq bilan Toshkent shahriga viloyatdan ishlash uchun kelgan ekan. Ahvoli sal og'irlashgani uchun shifokorga ko'rinaylik klinikaga kirgan. Biz uni ko'rikdan, tekshiruvdan o'tkazsak, bemorning qon bosimi 210 dan baland va qon tahlili qilsak, kreatinin degan analiz bor, 1,5 mingdan ko'tarilib ketgan. Mochivina esa 40 dan baland bo'lib ketgan. Odatda o'zi kreatinin normasi erkaklarda 120 gacha. Bu nimadan dalolat beradi? Bemorda sidik kelishi butunlay to'xtab qolib, ikkita buyragi butunlay ishlashdan to'xtagan, buyraklar ishlamayapti. Bemor o'zi buni bilmay qolyapti. To'satdan shunaqa holat sodir bo'lib qolyapti. Bemordan so'rab surishtirsak, oldindan qon bosimi oshib yurgan, bu shikoyatlar sekin-sekin paydo bo'lgan, lekin sog'lig'iga e'tibor bermagan. Nega sog'lig'ingizga e'tibor bermadingiz? Nega shu vaqtgacha shifokorga ko'rinmadingiz desak, to'y qildim, to'yga xarajat ko'payib ketdi. To'yni dabdabali qilib ko'p xarajat qilib deydi. Nega unday qildingiz? Sal bundayroq qilib sog'lig'ingizga xarajat bo'lmaydi desa, xotinim qo'ymadi. Xotinimni talablari ko'payib ketdi, shu tufayli ko'p xarajat qilib, ozgina qarzlar ham bo'lib qoldim. Natijada Toshkent shahriga ishlash uchun kelgandim o'zim, lekin ahvolim og'irlashib qoldi. Endi holat nima bo'ldi? Bemor ikkita buyragidan ayrildi. Bu bemorni biz reanimatsiyaga, dializ muolajasiga yo'naltirdik. Natijada bemor endi faqat buyrak vazifasini sun'iy buyrak apparati, dializ apparati bilan bajaradi. Qonini olib, tozalab, qayta quyilib turadi. Bu muolaja haftada 1 yoki 2 marta qilib turiladi. Endi bemor katta ehtimol bilan bundan keyin buyrak ishlab ketish ko'rsatkichi juda past, chunki juda o'tkir yetishmovchilik rivojlangan. Buni butunlay davolab yuborishning yo'li buyrak ko'chirib o'tkazish. Bemor e'tiborsizligi, sog'lig'iga qaramasdan to'ylarga ko'p pul sarflab, ikkita buyrakdan ayrilib o'tiribdi. Bunday holatlarga biz birinchi marta duch kelayotganimiz yo'q. Juda ham ko'p uchraydi bunday holatlar. Tug'ilgan kun, to'y, qanaqadir orzu-havaslar tufayli sog'lig'idagi muammolarni orqaga surib yurib, keyin asoratlantirgan bemorlar juda ham ko'p murojaat qiladi. Bunday holatlar sodir bo'lmasligi uchun albatta sog'liqda qandaydir muammo bo'lsa, avvalo sog'liqni birinchi o'ringa qo'yib, shifokorga ko'rinib, davolanish kerak. Shunda a'zolarni butunlay ishdan chiqishi va bunaqa og'ir holatlarga sabab bo'lmaydi. Sizning fikringiz qanday? Sog'liq muhimmi yoki to'y? Sizda ham shunday sog'lig'iga bee'tibor bo'lgan tanishlaringiz bormi? Bu videoni ularga yuborib qo'ying.